Asosiy vosita bilan tovar o'rtasida qanday farq bor? Buxgalteriyada ba'zi aktivlar tovarmi yoki asosiy vositami? Chalkashliklar bo'ladi. Bu ikkisini quyida ko'rib chiqamiz. 5-sonli buxgalteriya hisobi milliy standartlariga ko'ra, foydalanish muddati 1 yildan ortiq bo'lgan va eng kamoliy ish haqining 50 baravarga yuqori bo'lgan aktivlar asosiy vositalar deb qaraladi. Demak, asosiy vositalar 12 oydan ziyod muddatda foydalaniladi. Masalan, kompyuter, konditsioner, televizor, mashina kabi. Tovarlar 12 oydan kamroq muddatda foydalaniladi yoki sotish uchun olinadi. Masalan, do'konda sotiladigan mahsulotlar, ishlab chiqarish zaxiralari, xom ashyolar, ehtiyot qismlari va shu kabilar. Asosiy vositalar faoliyatda uzoq muddatda foydalaniladi, soliq va buxgalteriya hisobotlarida amortizatsiya hisoblanadi. Tovarlar esa ishlab chiqarish yoki sotish maqsadida olinadi, hisobotda esa zaxira sifatida aks etadi. Printer, konditsioner yoki noutbuklarni tovar sifatida olib, xarajatga o'tkazish eng keng tarqalgan xatoliklardan biridir. Bunday xatoliklar tekshiruvda jarimalarga sabab bo'lishi mumkin. Bu kabi xatoliklarga yo'l qo'ymaslik uchun blogimizga a'zo bo'ling va bizni kuzatib boring.